Ko'pinchimiz musulmonlarning kishilarni ruhiy va aqidaviy jihatlarda qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqarishda qo'shgan tuhfalarini bilamiz. Ammo amaliy yo'riqlik, ya'ni optika haqida elib borgan tadqiqotlari va natijalarini bilmasligimiz mumkin. Undaqda kelinglar, biz bugun yo'riqlikning paydo bo'lishi va tarqalishi, uningdan boshqa biz bugun ishlatayotgan kamera va raqamli apparatlar texnikasining asosini solgan musulmon olim Ibn Haysamni tunib chiqaylik. İbn Haysam o'ttir asrdagi optika xazinasi nomli asr bilan oldi bilan sharqni. Ondan keyin g'arbni bu kitobning har xil tarjimalari bilan yo'riqlikka chiqardi. Balkim nurg'unlarimiz ilgari bu ismni anglab bakmagan bo'lishimiz mumkin. Ammo bu hurmatga sazovor musulmon olim bo'lmagan bo'lsa edi, bugungi kundagi kamera texnikasi, shundaqla optik texnikasi bilan ishlaydigan barliq uskunalar va koinotni tekshiradigan teleskoplar bo'lmagan bo'ladi. İbn Haysam milodiya 965-yili Iroqning Basrada tug'ilgan. U diniy va fanniy bilimlar asosini Basrada tamamlaydi. U ilm talab qilish yo'lida Bag'dod, Sham va Qohira qatorliq shaharlarda yashaydi. U yashagan davr g'arb dunyosining ilm odamlarini o'ltirib, xurofotlikqa yuzinayotgan, islom dunyosining bo'lsa eng parlaq ilm-fan taraqqiyoti yuksalayotgan davr edi. Ibn Haysam matematika, mantiq, falsafa, astronomiya va fizika qatorliq fanlarni pishiq o'rganib qolmay, fizikaning optik qismiga alohida ko'ngil bo'ladi. U bu haqda yozilgan kitoblarni o'qib, kitoblardagi nazariyalarni sinash jarayonida nurg'un xatoliklarni bayqab tuzatish kirgizdi. Ibn Haysamning nurg'un ilmiy tadqiqotlari ichida uning ko'z va yo'riqlik haqida elib borgan tadqiqoti va uning o'ttirib qo'ygan nazariyalari uning ismining tarix batlariga yozilishiga sababchi bo'ldi. U davrda g'arbliklar kishilarning ko'zidan chiqqan yo'riqlik muhitdagi jismlarga so'qilib, ko'zga qaytib kelgandan keyin ko'rish paydo bo'ladi deb qaraydi. Toki Ibn Haysamning davrigacha 1000 yildan ortiq bu ko'z qarash qabul qilingan edi. Ibn Haysam matematika va geometriya bilimlarini birlashtirib, yuqorqi qarashning xato ekanligini tuvandagi bir qancha savol bilan yiqib tashlaydi. Bizning ko'rishimiz agar ko'zimizdan yo'riqlik chiqib qaytish orqali amalga oshsa, kechalari oyga qargan vaqtimizda ko'zimizdan chiqqan yo'riqlik oyga qadar yetib bora olamdi? Albatta yetib bora olmaydi. Shunga quyoshdan kelgan yo'riqlik jismlarga so'qilib ko'zga qaytib keladi degan nazariyani amaliy tajribalari bilan qiyos qilib o'ttirg'a qo'ydi. Ibn Haysam yana havodagi yo'riqlikning sunadiganligi to'g'risida nurg'un tadqiqotlarni elib boradi. U bir va ikki ko'z bilan ko'rish sohasida bo'sish xarakterli tadqiqotlarni elib boradi. Uning yo'riqlik haqida elib borgan tadqiqoti qorong'u uy tajribasi uning eng muhim tajribasidir. U suratlarning bizning ko'zimizda qanday shakllanganligini texmo yaxshi tushuntirish uchun cho'ng bir ko'z modeli, ya'ni qorong'u uy yasaydi. Ibn Haysam bu tajribani qilish uchun quyosh nuri eng kuchli vaqtda bir chidirni muvofiq o'ringa tikadi. Chidirning sirtdan yo'riqlik qabul qila oladigan hamma yerini to'liq etadi. Chidirning ichini qop-qorong'u qiladi. Ondan keyin ma'lum bir vaqtda chidiridan kichikkina bir teshik ochadi. Yo'riqlik bu kichik teshikdan kirib, chidirning ichida sirtning ko'rinishi ta'tir shaklda aks etadi. Qorong'u uy deb atalgan bu tunji tajriba kameralarning asosiy xizmat prinsipini o'ttirg'a elib chiqqan edi. Bu sistema kameralarning ijod qilinishi bo'lib qolmay, osmon jismlarini tekshiradigan teleskoplarning kashf qilinishini keltirib chiqaradi. Agar Ibn Haysam bu tajribani kechida qilgan bo'lsa, yo'riqlikning kuchi tuvan bo'lg'achqa, chidirning ichida ko'rish hosil qilish uchun yo'riqlik kiradigan teshikni cho'ngaytish orqali texmi ko'p nur yig'ishga to'g'ri keladi. Teleskop bu prinsip asosida kashf qilinadi. Teleskopning yo'riqlik yig'adigan qismida cho'ng bir yo'riqlik o'tkazgich aynak bor. Biz bu orqali yiroq nuqtalarni ko'ra olamiz. Bu nuqtalardan kelgan yo'riqlik cho'qim to'planishi va bizga yetkilishi kerak. Yo'riqlikni yig'adigan yo'riqlik o'tkazgich aynak qancha cho'ng bo'lsa, teleskop bilan shuncha yiroqni ko'ra olamiz. Shunglashqa yulduzlar va boshqa samon yo'llarini tadqiq qiladigan teleskoplarning nur yig'ish mashinasi intayin cho'ng. Bu cho'ng tipdagi teleskoplar orqali biz koinotni kuzata olamiz. Bu orqali olamni tushuna olamiz. Qisqasi biz bu texnikalarda Ibn Haysamga qarzdor. Biz qorong'u uy tajribasi orqali koinotning eng yiroq nuqtalarini ko'ra oladigan texnikaga erishdik. Ibn Haysam astronomiya ilmini tadqiq qilib, yer sharini qoplagan atmosferaning qalinligini hisoblashga uringan. Quyosh bilan oyning ufuq siziqiga yaqinlashganda texmi cho'ng ko'rinadiganligini bayqagan. U yana atmosferaning zichligi va egirligining jismlarga bo'lgan ta'sirini tadqiq qilib, yo'riq
yoruqluqning sundurilishi havoning zichligi bilan bevosita munosabatlik ekanligini bayqagan. Havoning zichligi yuqoriga o'rlagan sari tuvallaydiganligini bayqab chiqqan. Ibn Haysam hayotida nurg'un asarlarni yozgan bo'lib, eng muhimi bo'lsa Optik xazinasi nomli kitobidir. Ibn Haysam milodiy 1040-yili 74 yoshida Qohirada vafot topgan. Uning optik sohasida yeshidan halqagan tadqiqotlari, u erishgan sonliq ma'lumotlar va tajribalarni asos qilgan ko'zlatishlari 6 asrdan ortiq ilm-fan dunyosining manbasiga aylangan. Ilm-fan tarixchisi George Sartonmo ilm-fan tarixiga kirish nomli kitobida mundaq deydi. Ibn Haysam islom dunyosidagi buyuk olim bo'lib qolmasdan butkul o'ttir asrning eng muhim olimidir. Uning tuhbalarini taqdirlash yuzasidan oydagi ma'lum bir meteorit azgiliga Al-Hazan deb uning inglizcha ismi berilgan. Uningdan boshqa Iroqning 2003-yildagi 10,000 dinarlik puliga uning rasmi tushirilgan. Musulmonlar kishilarni ruhiy va aqidaviy jihatda qorong'ulikdan yo'ruqlikka chiqargan bo'lsa, Ibn Haysam amaliy yo'ruqlik bilan bizlarni yo'ruqlikka chiqardi. Alloh taolo Ibn Haysamning qilgan bu xizmatlarini dargohida qabul qilsin, abadiy yo'ruqlik bo'lgan jannati bilan musharraf qilsin.